Biz bo'yicha umuman xavotir olmang. Hozir kerakli joylarga o'zim chiqaman. Chiqib, shu ishni to'liq nazoratga olishadi, iltimos qilamiz. Umuman xavotir olmang. Balkim meni o'ylashim bo'yicha shundoq ham nazoratda. Yana ham ishonchimiz komil bo'lishi uchun men hozir qo'ng'iroq qilaman. Biz Surxondaryoda tog'ning ustidamiz, Dashnobodda joyga boraman dedim, esingizda bo'lsa. Va opa masalasi bo'yicha eri tomonidan farzandini tuqqandan keyin olib, unga berib yuborgan ekan, qayinsinglisiga berib, o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan ekan. Hozir o'zi bilan ham suhbatlashib o'tiribmiz, больницаdan chiqqan ekanlar. Har ikkita gapni birda so'rayaptilar, shu erim kelib qolmaydimi, urmaydimi deb, o'zi ham sog'liqlarida ham muammo bo'lib qolibdi-da. Uzun tumanidan. Hozir Uzun tuman hokim o'rinbosariga chiqyapman. Chora ko'rilgan bo'lsa kerak, ha? Qamoqda-ku. Qamoqda ekan eringiz. Kelmaydi. Shu qaynopalari ham, ikkalasi ham hozir. Chora ko'rilyapti, to'g'rimi? Albatta qamoqda ular. Aytdim-ku mana. Xavotirga o'rin yo'q. Farzandingiz ham mana davlat qaramog'ida. O'zingiz tuzalsangiz, Xudo xohlasa, oyoqqa turib ketsalar, farzandingizni berishadi sizga. Xudo xohlasa oyoqqa tursin, biz shunday deganmiz. Hozir bizda bolasi farzandi Umidjon yaxshi qaralyapti. Nasib bo'lsa o'sha Gulnora oyoqqa tursa, Xudo xohlasa farzandini o'zimiz olib borib beramiz. Hozir bolasi ishonchli qo'llarda. Yaxshi. Biz ham shu qo'limizdan kelgancha shu uy-joy masalasida yordam bermoqchimiz, lekin bularga mana vakilingizga ham tushuntirdik. Faqat shu farzandi uchun. Farzandi uchun yordam bermoqchimiz, lekin o'sha boya aytganimizdek, bular ham oyoqqa turib, yaxshi boyagi farzandni tarbiyalab ana qilsa, shu farzandiga biz yordam beramiz. Xudo xohlasa degan maqsadda kelganmiz-da. Rahmat, sizlarga nazoratga olib, insonlar ko'paysin. Rahmat, sog' bo'linglar. Nazorat qilib turinglar endi, yolg'izlatib qo'ymanglar opani. Yo'q, albatta. Qarab turibmiz. Mana bizni tumanimizdan olib ketgan bo'lsa ham xolalari har kuni xolalari bilan telefonlashib, hol-ahvolini so'rab turamiz. Zamir opa, o'zi yura olmaydi, ko'p kunlari. Shuni bir yo'q, qarang, grafik qilib, shuni bir bolasini doim-doim olib kelib turaylik, o'ziga motivatsiya bo'lib qoladimi deyman-da. Shunday qilaylik, yaxshi bo'ladi. Bolasini o'zi больницada har kuni ko'rardi. Mesestralar 2-3 marta olib kelib, mana o'zi rasm yo'qmi bolasi? Yo'lda olib kelamiz bolasini bu haftadan. Bormi telefoningiz? Xo'p. Rasmini bo'lsa ham ko'rsatib turinglar. Umidjon zo'r ekan. Bolasini olib kelamiz, endi tashkil qilamiz. Ko'rsatsangiz motivatsiya bo'ladi-da. Har hafta olib kelib beramiz. Shunday. Endi tushundingizmi xavotirga o'rin yo'qligini? Yo, hali ham xavotirdamiz. Qo'rqmayapsizmi? Nora. Yo'q. Qo'rqmang. Qo'rqmayapsizmi?